Qizim, endi bularni o'xshatamiz. Opa, Xorazmchada nima dedi? Garangam chundi shuring quridi. Sana oparimni. Qizim, ro'yxatni kel. Bu qo'sh ko'pirmani o'piraveradi opa. Qizim, Mahrina nav so'raysan. Bor yo'g'i 2 xonali uy. Aytilladimi? Billak uzuklaringiz-a? To'yi qatta qiladigan bo'lamiz. 2000 dona dangaldama to'y. Ha. Voy oboni. Yo'q, judayam kam demoqchi. Opa, boshimda shu kunlar ham bo'lmadi. Zatto Xorazmda ajralishgan o'ylab yashaysan. Ey, urf-odatlaringni qaynota qaynonaga gapirilmaydimi? Yo'q, siz ruxsatingiz gapira olmayman. G'alati emasmi? Bir kunlik to'y o'tadi. Men o'zimni osaman, keyin ketaman. 5 avlodimizga sarpo etdik. O'zimga nov etsam aka. Sizgami? Ha? Sizga zambarakni o'qi. Pak! Pochka ham ketdi. Ma qalam puling. Zatto arziyman, hammaga emas Xorazmdan uylanish. Kerakmidi pochkam? Kerakmidi lishni rasxod?